Assalamu alaykum. Xitoy g'ulaydiganga oz qoldi nomli programmamning aziz ko'rganlari. Men Gulshan Abduqodir, Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Xitoy g'ulaydiganga oz qoldi nomli programmamningki 14-chi qismiga xush keldinglar. Men o'tgan 2 hafta ichida programmamni chiqaramay qoldim. Chunki nihoyatda qattiq zukam va yo'tal bo'lib ketganligim uchun programmamni chiqaramay qoldim. Buning uchun sizlardan uzr tilayman. Bugun mana Xitoy g'ulaydiganga oz qoldi nomli programmamning 14-chi qismi bilan qayta sizlar bilan yuz ko'rishganligim uchun intayin xursandman. Bu 2 hafta ichida dunyo vaziyatida cho'ng o'zgarishlar bo'lib ketdi. Nurg'unlagan xabarlar, butun dunyoning diqqati, butun xabar temalari düşmanımız Xitoyga markazlashdi. Yetish bo'lolmay qoldik. Qaysi temada so'zlash, qaysi xabarni oldiga qo'yish, bu haqda bir bir xil egishishmonaydi ta'sib qildi. Bu bizni nihoyat xushal qildi. Nihoyat jiddiy o'zgarishlar bo'lyapti dunyoning tamponligida. O'tgangi programmalarimda men deb o'tib ketgandek dunyodagi do'stlik chambaraklari buzilib qaytadan tuzilyapti. Düşmanlık çembereklerimi qaytadan sızılıvatıdı. Xitoy yanımı bağınca qısılıb qaldı. 10%'den başlanğan bajlar 145%'ge yanımcı qurulab 200%'lərə çıxıb getdi. Bu Xitoyninki g'ulaydiganligining bisharati bu bisharatini beryapti. Bugungi meningki shu Xitoy g'ulaydiganga oz qoldi nomli programmam 3 qismdan tarkib topadi. Birinchisi muqaddima. Ondan keyin asosiy tema, ondan keyin xotima qatorliqlar. Shu men boshqa dunyodagi boshqa muxbirlarga o'xshashlar Xitoyda bo'layotgan o'zgarishlarga yetish bo'lolmay, qaysisini muhim o'rin qo'yish, qaysisini birinchi o'rin qo'yish masalasida sal qiyinchilikqa duch keldim. Nihoyat jiddiy tez o'zgarishlar bo'layotganligi uchun Xitoyga qarata oldi bilan men muqaddima qismida Kanada hukumatiga, Kanadaga nihoyat cho'nqur rahmatimni aytaman. Ikkinchi vatanim Kanada hukumati shu Tayland turmasida tutib turilayotgan, garchi Xitoy 40 Uyg'ur qarindoshimizni rahimsizlarcha tutib ketgan bo'lsa-mu, birinchidan Amerika hukumati bu qarindoshlarimizni ega chiqib, shu sababli Tayland amaldorlarini Amerikaga kirgizishga cheklanib qo'ydi. Bu bizni nihoyat xushal qilgan, bizning kurashlarimizning, da'volarimizning meyve berayotganligining, xalqarada tonilayotganligining belgisi. Ikkinchi bo'lib bu yerda qolib qolgan 3 qarindoshimizni bular Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bosh urganligi uchun bu 3 qarindoshimizni Kanada nihoyat jiddiy shaklda bir kechada intervyuga chaqirib jiddiy shaklda Kanadaga olib keldi. Buning uchun nihoyat xush bo'ldik. Uyg'urlar Tayland turmasidan sog'-salomat qutulib Kanada tuproqlariga qadam bosgan bu 3 qarindoshimizni chin yuragimizdan tabriklaymiz. Bu turmadan qo'yib berilgan bu 3 qarindoshimiz ichidagi bir qarindoshimiz turmaga kirgandan tortib hozirgacha xotira yozgan ekan. Kunlik xotirasi bugun e'lon qilindi. Kanadadagi cho'ng to'plarda, Kanada Sharq Turkiston jamiyatining cho'ng to'pida e'lon qilinib, undan keyin dunyoning Amerika tarqaldi. Anglab baqsanglar bo'ldi. Yaxshi. Biz ashundoq yozadigan millat bo'lishimiz kerak, qarindoshlar. Bu haqda men 2023-yili İstanbulda o'tkazilgan İstanbulda 20 liseya faoliyatida Uyg'urlarning qirg'inchilik adabiyoti, qirg'inchilik yurgizilayotgan Uyg'urlarga nisbatan qirg'inchilik adabiyoti shakllantirishni, mushahda xotir yozishni, xotirlarni yig'ib tarjima qilib, inglizchaga va boshqa tillarga tarjima qilib, dunyolarni Uyg'urlarning beshiga kelgan qismatlar bilan qismatlar aks ettirilgan kitoblar bilan kun bitish haqida tafsili to'xtalgandim va İstanbuldagi qarindoshlarimizni bo'pmi
Dünyanın her qaysı yerlerdeki qeyrindaşlarımızın, şundaqla İstanbuldaki qeyrindaşlarımızın eşiq kelgen keşmişlerini xatir qilib yezish haqida tashabbuslarni qilgandim. Bu Polat ismli bu inimiz bana hör dunyoga chiqqandan keyin bu o'zining kundalik xotirasini e'lon qilishga boshladi. Mana Uyg'urlar shundaq bir qadamlarni bosish kerak. Birinchi Uyg'urlar yezish kerak beshiq kelganlarni, ikkinchisi namoyishlarga chiqish kerak. Onundan başqa yana bir xoşalınarlıq iş, Kanadaga kelgan 10 ming Uyg'urninki kelish ishi boshlandı. Bu munosabat bilan men bu ishni boshlatgan va ijro qilgan, hozirgacha oxirgacha menayotgan Mehmet To'xta efendimga va oqsabda turib Kanada parlamentigacha necha qitimlab avtobuslarni tashkillab, Kanada parlamentidagi ko'rishmalarga bağan, muşu oqsab xizmatlarini yaxshi ishlab, birinchi qo'l Kanada parlamentidagi siyosatchilar bilan hamkorlashayotgan Kanada Mehmet To'xta efendimga yaqin yordam bo'lgan Kanada Sharq Turkiston jamiyatini va Kanada Sharq Turkiston jamiyatininki jangovar rais va doimiy heyət a'zolarini qizg'in tabriklayman. Nayt köp japa çektinler. Demek ecirinin mihnet ve ecirinin meyvesini gördüğü vaxtımız geldi. Bunun için Kanada hükümeti parlament əzalarımı Sabir Zübeyir qatarlıq müşü insanperver kişilerime nayt çok rahmetlerimi etmem. Bunların hemmisi mahiyette halkımızın vatanımızdaki halkımızın qırğınçılık uçuravatkan halkımızın ahuzarlarının mevsi neticede. Onun Uyghur kelişki başlagandan keyin endi işler yollar içilip ketdi deyip oylayman, tezişip ketdi. Onun Uyghur keldi Xudoyim bilsa, hem onundan mucaq Uyg'urlar kelishi mumkin. Çünkü bunu men texmi beter xoşal bo'lganim dunyodagi eng ilg'or ma'rifga ega bir Kanadadagi keng qo'saq demokratik bir davlatda Uyg'urlarning yerlashishi bizni texmi xo'shal qildi. Kelajagimizning nayt parlaq ekanligini ko'rsatib turdi. Chunki Kanadada dunyo bo'yicha eng chong universitetlarni, 7 chong universitetni radga chizganda oldingi qatordagi shu universitetlar Kanadada mavjud. Kanadaga kelgandan keyin Kanadaga kelgan qarindoshlarimizni English is second language degan maktablarga o'rlashtirdi Kanada hukumati. Ya'ni inglizcha o'qitilgan, inglizcha ikkinchi tilim degan maktablarga o'rlashtirdi. Ularga yordamlashadigan kanslerlarni berdi. Mahallalardan natiq inglizcha bekorliq inglizcha maktablar bo'lib, bu maktablardagi o'qituvchilar garchi bir og'iz Uyg'ur til bilmasimi, sizlarga aytdi yuqori mahorat bilan, yuqori texnika bilan inglizchani o'rgatadi. Bu fursatni qattiq qo'ymasliklarini umid qilaman. Birinchi qadam shu inglizcha maktablarga kirib, inglizcha tilni chiqarish. Onundan başqa Kanadaga kelgan 10 ming Uyg'urning cho'qim shartsiz holda vatan millatning davosini qilgan namoyishlar qatnashishini umid qilaman. Chunki namoyish vijdonning ko'chalarga to'kilishi deb o'tgan programmalarimda degandim. Har qanday holatda shartsiz holda namoyishlarga kelish kerak. Ota-onam emas, balki millatimning taqdiri haqida o'ylanadigan millat bo'lish uchun biz kelajakda shunday bir millat bo'lib, sizlarni shu namoyishlar orqali, namoyishlarning kuchi orqali sizlarni akaganga o'xshash biz yanama cho'ng kollektiv bo'lib, shu namoyish orqali vijdonimizni ko'chalarga to'kish orqali siyosatchilarni ta'sirlantirib, dunyoni ta'sirlantirib, yanama nurg'un Uyg'urlarni akilimiz. Xitoy bu nuqtada nihoyat rohatsiz, chunki Uyg'urlarning ilqi ma'rif orqali qurollanib ketishni, ilg'or ma'rif bilan qurollanib ketishni xohlamaydi. Ya'ni Kanadaga kelgan Uyg'urlardan umid qilganim meniki o'lib ketadigandak ibodat qiladigan, ammo mangu o'lmaydigandek Uyg'urlikning og'amchisiga esildigan, Uyg'urlik deb so'qadigan yerki, shundoq Uyg'urlardan bo'lishini orzu qilaman, umid qilaman.
10 ming Uyg'ur va Kanadadagi Uyg'urlarning hammasi birlashib Uyg'urlikning og'amchisiga mahkam isildigan, namoyishning og'amchisiga mahkam isildigan erkin Kanadaning qaysar va jangovar Uyg'ur millati bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Xitoy bu 10 ming Uyg'ur Kanadaga kelishi bilan Kanada Xitoy bu Uyg'urlar orasiga yumshoq sinib kirish hiylesini ishlatish mumkin. O'zinglar bilsizlar, yumshoq sinib kirishda mashhur Xitoy hozirgi Amerikaning oldiga o'tib ketish, dunyoni aldash jihatdami shu yumshoq sinib kirish taktikasi bilan mushalatga keldi. Bu jihatda Uyg'urlarning xushal bo'lish bilan birga yana shu Xitoyning yumshoq sinib kirish taktikasiga qarshi hushyor bo'lishini yana umid qilaman. Dünya vaziyatida yuqoridim deb o'tib ketdim, jiddiy o'zgarishlar bo'lyotdi. Xitoyda Amerikaning yuqori darajada bosh qo'yishi sababidan shiddatli darajada mengib ketayotgan zavodlari Xitoyni yo'g'otayotgan, tijoratlari Xitoyni hammasi qo'rg'ilib qoldi. Odamsiz zavodlarni ko'ryapmiz. Dödü mallar Amerikaga eksport qilishga tayyorlanib qo'yilgan mallar shu joylarga turib qo'yatdi. Ayya deb yig'layotgan Xitoylarni ko'ryapmiz. Uningdan boshqa burundan tortib Xitoylar o'zi nenini yegan cho'ng Gucci, Chanel qatorliq dangliq markalarninki abdi basharsini ochadigan videolarni ishlab chiqarib voy mana Gucci, Chanel qatorliq nurg'ulgan dangliq markalarning putish bahasi shuncha $100, $200 atrofida bo'ldi. Ammo sizlarga buni o shirkatlar $1000, $2000 sotadi. Bizdan bevosita e'lonlar degan Xitoylarning yuzsizligi, nanko'rligi abdi basharsini namoyon qiladigan videolarni o'zi ishlab chiqarib, o'zi ko'rsatib shunday qilyotdi. Onundan boshqa Xitoy bilan Filippin o'rtasidami sirkilishlar bo'lyotdi. Onundan boshqa tuyg'usiz holda shu Pokiston, Hindiston, Xitoy o'rtasida sirkilishlar bo'lib, Pokistonning, Hindistonning Kashmir rayonida Jammu Kashmir deb atalgan rayonda bo'lgan terrorlik harakati sababidan dunyoning deputi shu Xitoy, Pokiston va Hindiston chegaralangan bizningki ana vatnimiz Sharqi Turkistonning yuragi bo'lgan o'shaga markazlashib qoldi. Himalaya tog'larininki bag'riga markazlashib qoldi. Bu yerda Xitoyninki nurg'un mablag' selib quruqliq orqali dengiz yo'liga tutishadigan quruqliq Ipak yo'li Xitoy Pokiston iqtisodiy koridor so'zlab yotadi. Nurg'un mablag' solgan. O'tganda men bu vaqtda to'xtalgan va bu Xitoy Pokiston iqtisodiy koridorininki Guada portiga tutishi, Guada porti orqali Hindistonga, Hind okeaniga ichilishi va boshqa dengizlarga, Arab dengizlariga ichilish yo'llarini kontrol qilish uchun Balojiston ozodlik armiyasining ko'rsatgan qahramonliklari haqida to'xtalgandim. Bu yerdagi kichik bir port, Guada portini Xitoy ayni chog'dagi Shenzhen, Yiwu shaharlarini qanday kichik bir sahrodan qanday cho'ng shaharlarga, xalqaroga ichilgan cho'ng shaharlarga aylantirgan bo'lsa, o'zining davlatidan xalqib Pokistondagi Guada porti, kichik bir sahrani shu cho'ng bir so'z shahriga aylantirish uchun kurash qilyapti. Endi bu yerda necha vaqt bir haftaning yog'izi bu yerda jiddiy vaziyat yuz berib, Pokiston, Xitoy, Hindistonni o'z ichiga olgan shu Himalaya tog'lari, Qarqurum tog'lari, bizning Xon Tangri haqida shu Abdurahim O'tkirning yozgan she'ri bor, men oq bayroq emas degan. Shu Xon Tangri bizning simvolimiz bo'lgan Xon Tangri tog'larining atroflarida jiddiy vaziyatlar shakllanyapti. Bu bir hikmat, bu o'tganda men sizlarga deb o'tgan Yusuf alayhissalomning quduqdan chiqadiganiga oz qoldi deb. Yusuf alayhissalom qissasiningki mengu qiyomat kishiga ega ekanligini, Yusuf alayhissalom qissasining faqatlam Yusuf Zulayxa muhabbat qissasi emas, bu bir insonlik qissasi, qarindoshlik, nomardlik larni cho'radigan nurg'ulg'an qissalar tutishganligini sizlarga aytib o'tgandim. Endi
Yaqında şu bir neçə gün içində Xitay şu bizim vətənimiz, ana vətənimiz Şərqi Türkistan, Xitay besib alğan namı Şinjan deb atıldığı şu zamanda ciddi manevralarını ip berib atıdı. Niməgə Xitay ciddi manevr ip bardı bu yerdə Xitayның burun deb qaragan asas xavf bizga keldigan asas xavf Şinjandagi milliy bilginchi va terrorchilardan keldi deb qaraydi. Ammo u Xitoyda vatgan milliy bilginchi va terrorchilar hozir yo'q. Hammasi jazo lagerlarida va turmalarda. 3 milyondan 6 milyongacha Uyg'ur o jazo lagerida va turmalarda bu yerga tahdid ib keldigan nimalar yo'q. Nemişki bir yerden Xitay şuncha qo'qiyotdi, chunki shu Pokistondan bo'lgan terrorlik harakatlar, Pokiston ib bo'lgan Hindiston ib bo'lgan Kashmir endi ib bo'lgan terrorlik harakatlarini Xitoyning qo'lida deb dunyoning diqqati yana Xitoyga markazlashib qoldi. Bu yerlar strategik muhim nuqta. Bu yerda Uyg'urlarning ana vatani bor. Bu yerda ham Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori bor. Agar shuning uchun bu yerdan ansirab Xitoy jiddiy manevrlarni ib beryapti. Agar Amerikaning tishiga tegib Xitoy, Pokiston nima qilib qolsa, Amerika bilan Hindiston birlashib bu yerlarni Şərqi Türkistonni bizning vatanimiz Şərqi Türkistonni besib olishi mumkin. Chunki buningda ikki xil sabab bor. Birisi Xitoyning quruqlik orqali dengiz okeanlarga tutishadigan ishbak yo'lini, ya'ni Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorini taqash, Xitoyning dengiz okeanga tutishadigan yo'lini kesish, taqash. Yana birisi bu yerda dunyodan bexabar holda ilib berilayotgan ig'ir insoniy jinoyat, insonlik jinoyati, ya'ni Uyg'ur xalqiga yurgizilayotgan Xitoyning insonlik jinoyati bor. Xuddi Gitlerning jinoyatidek, xuddi Stalinning gulah jazo lagerlarini qurgandek, Gitler jazo lagerlarini qurgandek, bir jiddiy bir jazo lageri, insonlik qarshi bir jinoyat bu yerda ishlanyotdi. Buningga dunyo ko'z yumibmi o'tib ketamaydi. Mo'shu ikki narsani bana qilib, sen insonlik jinoyat o'tkazyapsan bu yerda degan bir sabab. Yana birisi sening quruqlik orqali dengizlarga o'tishingga yo'l qo'ymaymiz degan shundoq ikki sabab bilan bu Sharqi Turkistonni besib olib qilish mumkin. Chunki dunyoda jiq o'zgarishlar bo'lyapti. Kundan kunga, soat biz aytining nima bo'lganini, yana bir soatdan keyin nima ish bo'lganligini bilmaymiz albatta. Ondan keyin shu Donald Trump efendimninki 100 yillik deyman, 100 kunlik Aqsaraydagi vaqtining to'shqanlik 100 kunligini tabriklash faoliyati bo'lib o'tib, Donald Trump efendim shu 100 kunlik xizmatlaridan dokladlar berdi. Shunga yondash holda 4-oyning 30-kuni Kamala Harris, Biden hükümeti vaqtida amal tutgan Kamala Harris hamalar tanish Amerika degan bir shu faoliyatning 20 yilligida San Fransiskoda o'tkazilgan shu Amerikaning 20 yillik xotir faoliyatida shu Trump hukumatini ayblaydigan, Trump hükümetini qo'rqinchli va qabohatli bir hukumat deb qaraydigan shunday to'rt turlik mazmunda bir nutq so'zildi. Bu xuddi Xitoyning bayonot istaklari nutq so'zildi. Kamala Harris Xitoy bundan xush bo'lib ketishi mumkin. Kamala Harris va Biden hukumati demokratlar davrida biz ulardan cho'ng umidlarni kutib turibdi. Mohiyatda bular shu Xitoy bilan birlashib Xitoyning yo'qolib ketishini qat'iy xohlamaydigan, Amerikada Trump hukumatidagi bir hukumatning chiqishini qat'iy xohlamaydigan bir iqlimkan. Kamala Harris'ninki bu so'zlariga qarata Aqsaroyning 27 yoshlik jangovar Trump'ninki bir bayonotchisi bor, Carolina Leavitt deydigan. U qizim 27 yoshlik bu xonim, ammo Kamala Harris'ninki bu
nutqiga qarta bayonot berib, Kamala Harris'ning sirtqi chiqib bundaq nutqlarni bekrak jiqraq so'zlashini biz qizg'in qarshi olmaymiz. Kamala Harris'ga biz jasorat beramiz degandek ta'na shaklda gaplarni qilishaqliq. Kamala Harris'ning bu davatqanlarning hech nimaga arzimaydigan bir so'zlar ekanligini o'tirib qo'yib raddiya berdi. Undaqda men programmamның asosiy gavda qismiga o'tib ketay. Hozir endi dunyoda bir tijorat urushi davom qilyotidi. Ya'ni Amerika Xitoy tijorat urushi bu mohiyatda dunyoni talashish, dunyoni kim boshqardi degan kuch talashish kurashi davom qilyotidi. Amerikaninki muavin raisi J.D. Vance degani bo'yicha 80-yillarda islohot etishvari bilan ocharchilikdan o'rnidan endi tamtirab turgan yevoliq sahroliq Xitoylar Xitoyning dunyoga yumshoq singib kirish taktikasi bilan g'arb demokratiyasining yo'lchiqlaridan foydalanish yo'li bilan dunyodagi azon emgak kuchi bo'lishdek markasi bilan adolatsiz, yo'lsiz tijorat qilishga mohirligi bilan Xitoylar boshqalarni aldab qarz pul to'zg'iga tushirish yo'li bilan kommunistik diktator bir hokimiyat bo'lganini qaramay bugünkidek bir dunyoda xuddi Hitler qurgan Yahudi jazo lagerlaridek, Stalin qurgan Gulag jazo lagerlaridek jazo lagerlarini qurayotganini qaramay dunyoga asta-asta yamrab bugungi kunda Amerikami kuch ilshamaydigan bir holatga kelib qoldi. Her gün dünyada yeni o'zgarishlar bo'lyotidi. Dunyoning tangponligida shundaqla do'st va dushman chambarigida zo'r o'zgarishlar bo'lyotidi. Biz bu o'zgarishlarga yetishib bo'lolmay qolyapmiz. Gerçi dünyada Uyg'urlar haqida xabarlar ancha jiq bo'lmasimi, ammo dunyoning ko'zi Amerika prezidenti Donald Trump sayesinde Xitoyga markazlashdi. Xitoy hozir Amerika qo'ygan tamojna bojlari bilan xuddi muallaqqa esib qo'yilgan bir narsaga o'xshab qoldi. Bu muallaqqa esig'liq bir narsa yoki yanama egiz ko'tarilib yerga urilishi kerak. Yerga urilib pachoqlab kun bo'lib ketishi kerak va asta-asta yerga tushirilib normal iziq tushishi kerak. Mana Xitoy mana shundoq ishga yo'lni do'qmishlar. Bu so'zlarni deyish bilan bir vaqtda men Uyg'urlarga yana shunlarni demoqchimanki, biz o'tgan programmamda men deb o'tgandim, biz dunyo vaziyatida dunyoning umumiy vaziyatida biz bir qarmoqning rolini o'ynaymiz. Bug'doy suv ichsa qarmoq suv ichadi, bug'doy suv ichamiz, qarmoq suv ichamaydi degandek bir gapni qilgandim, nayda obrazli bir so'zni qilgandim. Ba'zi qarindoshlarimiz shu dunyoviy liderlarning so'zlarini baholab, ularning bizga hech qanday manfaat etmaydiganligini baholab, shunday qilishlar bo'lib yetibdi. Bularning hech qaysi hojatsiz. Hozir Uyg'urlar faqat tinglab kuzatib turish kerak. Birlarining qilgan bir negat salbiy so'zlaridan bek xafa bo'lib ketib, birlarining qilgan bir qirg'inchilik bo'lyotdi Uyg'urlarga degan so'zlardan bek hayajonlanib ketib, xo'shib ketgan bundaq davrlardan o'tib ketish kerak Uyg'urlar. Shuning uchun ahvolning qandoq bo'lganligidan endi bizga kelajak belgilaydi. Ammo meni to'limi bearam qildig'ini dunyoda yana shu razil Xitoy hokimiyatini qo'llaydigan yana nurg'un millatlarning borligi. Demak, bu Xitoyning yumshoq singib kirishining taktikasininki kishilarninki yonchiqqa kirib bo'lganligining kishilarni manfaat bilan ilg'aganligining belgisi. Trump hukumatidan kelgan har bir zarba Xitoy hukumatini va Uyg'ur xalqiga qirg'inchilik qilayotganligiga qarab turgan. Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga qirg'inchilik qilayotganligiga qarab turganligi bilan jinoyatchi sanaladigan Xitoy xalqini bo'libmi Vance'ning muavin rais Vance'ning gap bo'yicha aytganda yevoliq saraliklarni endi intayin tipiriltdi.
Ular hazır Amerikani məsuliyyətsiz, şəxsiyyətçi, dünyavi güc sifatida göstərishə tirişib. Bütün mətbuatları, bütün sosial medialar aşındaq Amerikani ayıplaydigan təşviqatlardan to'shib ketdi. Biz kichik vaqtlarimizda ko'p anglaydigan Amerika, Xitoy, biz Xitoylar Amerikaga tez pukmaymiz, Amerika qog'oz yo'lvas degan gaplarni qiladi. O'sha gaplar hozir yana qaytadan qaytib keldi Xitoy tashviqotlarida. Xitoy medialari asosan Xitoyning Amerikaning bo'zaq qilishiga uchragan bir millat ekanligini ko'rsatyapti. Bundaq tashviqotlarga bak usta biz 70 yildan buyon Xitoyni bek yaxshi bilamiz. Birdamla Xitoy oqni qora qarni aql o'taydi tashviqot orqali. 70 yildan ortiq vaqtdan buyon Uyg'urlarni qirib kelgan Xitoy hokimiyatining va Xitoy xalqining qo'ypaylini Uyg'urlardan yaxshi bildigan boshqa bir millat bo'lmasi kerak deb o'ylayman. Xitoyninki, Trumpninki Xitoy qo'ygan ig'ir bajlardan keyin kompyuter va yoki aqlli telefon qatorliqlar bu bajning sirtida ekanligi haqida qarashlar o'tirib chiqqandan keyin xuddi Trump Xitoy qarshi bo'shab qolgandek bir vaziyat shakllanib qoldi. Amaliyotda undaq emas, balki Amerikaning savdo jihatda Xitoy bilan bo'lgan muomalada nihoyat bexudlik qilib, hamma narsani Xitoyning ishlab chiqarishga tutqizib qo'yganligida. Shuning uchun masalan o'ylab boqaylik, qarindoshlar, masalan Torontodan Ottawaga boramiz deb biz mashina bilan yo'lga chiqamizsak, yo'llar ochiq bo'lsa, yo'llar nihoyat ravon bo'lsa, biz Ottawaga nihoyat yaxshi, nihoyat o'zimiz ko'ziga vaqt yetib bora olamiz. Agar yo'llarda trafik taqilib qolgan bunday vaziyat bo'lsa, biz u nishonlarimizga ko'ziga vaqtimizda yetolmaymiz. Endi texmo ishkirlagan holda biz Amerika bilan Xitoyninki o'zaro burun shakllantirgan savdo tijorat munosabatlariga bir qarab boqaylik. Amerika qandaq bir o'rinda, Xitoy qandaq bir o'rinda. Mushaqda bir texim cho'nqirilgan holda mulohaza qilib boqaylik. Amerika mahsulot ishlab chiqarish jihatda Xitoyga bog'lanib qolgan. Shu sababdan ba'zi qattiq yo'l qo'ygan bojlarni amalashtirishda sal qiyinchilik duch kelib qo'yadi Amerika. Bu nuqta Amerika uchun Xitoyni jazolashda tashkil to'xtayotgan nuqta. Xitoy dunyoning eng chong eksport davlati. Xitoy taraf ko'rsak, hamda Xitoy dunyoning eng chong eksport davlati. Shu sababdan nurg'un narsalarni Amerika Xitoydan import qildi. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi import va eksport hajmi ba'zi manbalarda 700 milliard Amerika dollari deb olgan ekan, ba'zi manbalarda 1 trillion dollar deb olgan ekan. Shuning uchun men 700 milliard bilan 1 trillion o'rtasida deb ishlatdim. Shunday bo'lganlik sababdan Amerika importchilari qisqa vaqt ichida Xitoydek mahsulot ishlab chiqaradigan ikkinchi bir davlatni tepishda sal qiyinchilik uchraydi. Va Xitoy qo'ygan bojni to'lash majburiyatida qoldi. Endi Xitoy tarafga qarab boqaylik. Agar Xitoy nihoyat yuqori miqdordagi mahsulotlarni Amerikaga eksport qilmagan ahvolda Xitoy iqtisodiy bu mahsulotlarni ichki bozorlarda bartaraf qilish kuchiga ega emas. Amerikaga eksport qilish oldida tamojnada bu qitimqi shu boj qo'yish sababidan Amerikaga eksport qilish sababidan to'xtab qolgan nurg'un Xitoy mollarini ko'ryapmiz televizorlarda. Xitoy mana shunday bir ahvolga duch kelib qolgan, Amerika Xitoy mollarini olmagan ahvol ostida. Endi shu Amerika o'tirib qo'ygan tamojni bejidan keyin Xitoyning ichki ahvolda qanday o'zgarishlar yuz berdi, texim cho'nqirilgan holda bir qarab boqaylik. Xitoy Amerikaning tarixda ko'rilib boqmagan bu iqtisodiy urushiga nisbatan millatchilik ko'zlarini ishlatib tamponlikni saqlashga tirishyapti. Kommunist yoki kommunizmning muhim alayliklarining biri yengilganga tan bermaslik. Biz bu Uyg'urlar bek yaxshi bilamiz. Shu Xitoylar hozir Amerika qanday qilganda bo'yin egmaganda
Qanda Xitaylar hazır Amerika qanda qilganda shu bo'yin egmaganda ko'ringini bo'ldi. Shuning xiyolida. Bu Xitoyning ichki siyosatidagi eng chong ojizlik nuqtasi bo'lib, bu Xitoylarni beshiq keldigan iqtisodiy haqiqatlarni bilolmaydigan hamoqatlikka boshlab bordi. Xitoy taraf tunji Amerika Xitoy savdo urushidan buyon o'zicha ba'zi strategiyalarni yo'l qo'yib yiqyapti. Masalan, tijorat yo'llarini ochish, yerlik mahsulotlarni ko'plab ishlab chiqarish, boshqa davlatlar bilan tijorat kelishim tuzish, Amerika mahsulotlariga boj qo'yish, Amerikaga eksport qilinadigan nodir tuproq elementlarini eksportini to'xtatish qatorliqlar. Undan boshqa Xitoy xalqaro matbuotlarda Amerikaning obrazini tushiradigan, ya'ni Amerika siyosatini bo'libmi, Donald Trump siyosatini turaqsiz deydigan, buning aksiga Xitoyning siyosat jihatdan muqim ekanligini ifodalaydigan tashviqotlarni kuchaytirdi. Uyg'urlar naytmi yaxshi bilamiz, Xitoy bundaq saxta tashviqotlarga nayt usta. Demak, bu Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi oddiy bir tijorat urushi emas, balki bu bir dunyoning iqtisodiy kuchini talashish kirishganligini ko'rsatib turdi. 6-simi o'zangidan tushmabdi deydigan bir Uyg'urlarning keyin bir maqol tamsili bor. Shu maqol tamsil bo'yicha Xitoy hozir 6-simi o'zangidan tushmagan bir ahvolda. Şuna Xi Jinping dünyada ve öz devlet içinde aciz görülüp qilishni xohlamaydi. Bundaq vaziyatda Xitoy kommunistlarının en muhim alaylıqlarından biri özünün aciz haltını boshqalarga ko'rsatib qo'ymaslik uchun tirishish. Şuna Xi Jinping bu xil o'sal ahvolga bir oz bardoshlik berish orqali o'tkazmoqchi bo'lyapti. Şuna Xitoy tashviqot orqali bardoshlik berishga tirishib kelyapti. Amerika qo'ygan, bu Donald Trump efendim Xitoyga qo'ygan tamojni bejdan keyin Xi Jinpingning qanday tipirlab ketganligi va bu tipirlashlarni chandolmaslik uchun nima ish qilayotganligi, Xitoyning ichki qismining qanday bir holatga kelib qolganligi haqida texnik cho'nqirilgan holda bir mulohaza qilib boqaylik. Dal shundaq Xitoy ig'ir bir ahvolga duchor bo'lganda Xi Jinpingning darhol Sharqiy Janubiy Osiyodagi davlatlarga ziyoratga berish orqali o'zining bir tarixiy shaxs ekanligini ko'z qilishi texnik g'alati. Bu ham Xitoy iqtisodining Amerika yo'l qo'ygan tamojna bejiga qanchalik bardoshlik bera oladiganligi bilan munosabatli. Xitoy bu tamojna bejiga bardoshlik bera olamdi? Bu savol butun dunyoning diqqatini Xitoyga qaratayotgan bir savol. Ama Xitoylar bu savdo urushiga bardoshlik bera olamiz deb po'yityapti. Ichki bozorlarga, boshqa eksport yo'llar izlashga, bundan keyin faqatla Amerikaga bog'lanib qolmaydiganligi haqida gap qilyapti. Ichki bozorlarimizni kengaytimiz, boshqa eksport yo'llari izlaymiz deyapti. Yana bir tarafdan Xitoyda nurg'ulg'an iqtisodiy masalalar o'tirdi. Masalan, Xitoy uyumlik tijoratida cho'kib allaqachon vayron bo'lishga boshladi kishilar. Xitoy plansiz sog'an tovar uy mahallalariningki setib oldigan odam bo'lmaganligi sababidan timtasliq chimganligiga qarab bu rayonlarni jilla o'ltiraq rayoni deb masxara qildigan ahvolga kelib qoldi. Tamojna beji 2 raqamli san bo'lganda yana 6-simi o'zangidan tushmagan Xitoylar 3 raqamli songa chiqqandan keyin 2025-yilning Xitoy uchun intayin ig'ir bir yil bo'lganligini e'tirof qilishga majbur bo'lib qoldi. Bozorni Amerika taraf $800 Temu va Shenyon'ni chekildi. Xitoylar saxtipazlik qilib bojdan qochish uchun Temu va Shenyo degan markadagi mahsulotlarni Xitoyga $800 atrofida qilib shu xalta qilib silib Amerikaning boj jihatdan aldab kelgan, uni Amerika taraf taqib endi Xitoylar uchun Amerikada cho'ng va mard bir bozor nadim bo'lsin. Shundaq bir bozorni dastlabchaylab paxallashtirib o'z qo'li bilan o'zi yo'q qildi Xitoylar. Hamma yan dastlabchaylaydi. Bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonning Gulgulistonlik tog'larini, bog'larini dastlabchaylab xonavayron qilgan. Amerikada shundaq xonavayron qildi.
Xitaylar hazır tamojna beji sebebinden beyaramchilik tushgan. Amerikadan ilingan ama şu 80% zakaz mal baj sebebinden evetilmey turib qalgan. Nurg'unlagan kichik va o'rta tipdagi korxonalar, nurg'unlagan ishchilarni ishdan bo'shatishga majbur bo'lib qolgan. Yana bir tarafdan Amerikani ayblaydigan, Amerikani oshko'z, shaxsiyatchi deydigan tashviqotlar, pay sebebinden Amerikada yüz beriyotgan namoyishlar, paychek bozorlaridagi tushish qatorliqlarni ko'plab tashviq qilishga boshlagan. Bilganimizdek, Amerika bir erkin demokratik davlat, ammo Xitoy kommunist bir diktator davlat. Amerikada kichikgina bir narsa bo'lsa, kishilar namoyish qilib ko'chalarga chiqib özünün hüquqlarını qoğdaydı. Bu xil əvzəlligidən, demokratiyanın əvzəlligidən faydalanıb Xitay özünün işki qismidagi xalqqa Amerikada bunda namoyishlarning bo'lib ketayotganligini, Trumpga qarshi harakatlarning ko'plab bo'layotganligini tashviq qilyapti. Lekin ishki jihatda xalqni millatchilik ro'yi bilan kontrol qilib ko'chalarga chiqishini intayin cheklaydi Xitoy. Bu ikki tarafdagi ikki xil tangpongsizlik. Buningdan Xitoy bu jihatdagi demokratiyaning bo'shliqlaridan kuchli foydalanyapti. Onundan başqa yana bilganimizdek, Xitoy Amerikaning boj siyosatiga qarshi qaytarma bojni o'tirib qo'ydi. Onundan başqa Xitoy taraf bir qism Amerika shirkatlarini tijorat qarz tizimiga kirgizdi. Az uchraydigan nadir elementlarni Amerikaga eksport qilishni to'xtatdi. Onundan başqa Xitoyda tijorat qilayotgan yana nurg'unlagan Amerika shirkatlari ustidan tekshirish olib berish va Amerikaga əvətlivatqan fentanyl haqidagi muzokaralarni asqığa elib qo'yish qatorliq chidamasliklarni qilishga boshladi Xitoy taraf. Bu fentanyl haqida bo'lgan muzokaralarni to'xtatib qo'ydi, asqığa esib qo'ydi. Yanma cho'nqirlagan holda Xitoy hukumatining bu sud urush jarayonida bozorni qanday kontrol qilayotganligiga qarab boqaylik. Xitoy hukumatining iqtisod ustidan kontrolligi bu urushlarda qanday rol o'ynaydi? Yanma cho'nqirlagan holda qarab boqaylik. Hammamiz bilgandek, Xitoy iqtisodiy davlat tarafidan boshqariladigan bir iqtisod. Erkin bozor boshqarmaydi. Xitoyning bozorlarini Xitoy hukumati tarafidan boshqariladigan bir iqtisod. Tunji qitim Amerika taraf tamojna bejini o'tirib qo'yganda va Osiyoda mal bahosi tushib boshlaganda Xitoy hukumati paychak bozorlarining tushib ketishini kontrol qilish uchun Xitoy Markaziy bankasidan maxsus mablag' ajratdi. Shuningdek bilan birlikda Xitoy hukumati yana shu demokratiyaning bo'shligi ko'zlanimlik foydalanmoqchi bo'lyapti. Amerikada xalq namoyish qila oladi, ammo Xitoyda qila olmaydi. Yanına Xitoy saxtabazlik qilib o'tmoqchi bo'lyapti. Yuqorida ta'kidlab o'tdim. Xitoy haqida yana cho'nqirlagan holda mulohaza qilib boqaylik. Ya'ni boshqa chiqish yo'li qolmagan Xitoy Amerika bilan bo'lgan savdo urushida yo'qotib qo'ygan chiqimlarni boshqa davlatlar bilan bo'lgan tijorat munosabatlarini kengaytirish, bo'lib Osiyodagi ba'zi davlatlar bilan bo'lgan tijorat yo'llarini kengaytirish orqali asli keltirish uchun harakat qilyapti. Xitoy Amerikaning xalqaro jamiyatga yordam qiladigan USAID degan programmasini taqib etganligidan foydalanib, buni o'z uchun muhim bir fursat deb bilib, bundaq bir yordam programmasini yo'l qo'yish orqali yana bir qitim dunyoning sahnasiga chiqmoqchi bo'lyapti. Ammo Xitoy uchun yaqin kunlarda mumkin bundaq bir program Xitoy uchun yaqin kunlarda mumkin bo'lmasligi mumkin. Chunki bu Xitoy uchun muhim bir fursat bo'lib, uzun yillardan buyon Xitoy o'zini dunyoviylashgan janubning lideri sifatida tanitish uchun tirishchilik ko'rsatib kelyapti. Taraqqi qilayotgan davlatlarga zo'r ko'lamda mablag' selish, ul muassasa qurilishi, taraqqiyot mablag'i yordami degandek men burunqi programmalarimda ko'p ta'kidlagan shekar yaltılgan qarz pul to'ziqini ajratyapti. Bularning hammasi
kuchga ega bo'la olamdi, bo'lanmamdi shu davlatlardagi kishilarningki, shu davlatlarning sezgirligiga bog'liq. Savdo urushi jarayonida Xitoy yana Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari bilan bo'lgan dengiz talashish mojarolariga qaramay, biz Amerikaga qaraganda sizlarga jo'grafiyalik jihatda eng yaqin bo'lgan mas'uliyatchan, ishonchlik, dunyoviy kuchimiz degan pədini burunqi o'xshamaydigan holda chanmoqchi bo'ladi. Shunga Xitoy raisi Xi Jinping Amerika tamoji bejini 145%ga chiqargandan keyin darhol Sharqiy Janubiy Osiyodagi Vyetnam, Malayziya va Kamboja qatorliq davlatlarga ziyoratga bordi. Ammo Xitoy qancha o'zini eng ishonchli bir kuch deb vaqirsimi, bu yerda xuddi Uyg'urlar Xitoyga qat'iy ishonmaganga o'xshash intayin bir ishonmaslik, xotirjamsizlik mavjud. Xitoy o'z ta'sirini ko'rsatmoqchi bo'lgan bu Osiyodagi bu davlatlarda. Xitoy Osiyodagi nurg'un qo'shnilarga zo'mgarlik qilib, quruqlik va dengiz chegara masalalarida bu davlatlarni bo'zaq qilganlik. Ammo bishiq kun tushganda darhol bu davlatlarga ziyorat qilganlik. Yana bir tarafdan shunday qilganlik. Bundaq bir ahvolda bu davlatlarning tuyuqsiz Xitoyga ishinib qolishi menimcha mumkin emas. Masalan, Janubiy Xitoy dengizi, Tayvan, Yaponiya bilan Xitoy o'rtasida bo'lib o'tgan kelishmasliklar, to'qinishlar buna misoli. Bularning ba'zilari bo'lib hisoblanadi. Xitoyningki programmamning oxirgi uchilariga kelib qoldik, aziz qarindoshlar. Xatimasi sifatida tuvandagi jumlalar orqali, tuvandagi abzaslar orqali men programmamni oxirlashtirmoqchiman. Xitoyning Sharqiy Janubiy Osiyodagi davlatlar qilayotgan zo'mgarligiga bir qarab bakmoqchiman. Mush orqali programmamni oxirlashtiraman. Yana qiziq bo'layotgan bir taraf Xitoy davlat taratqullarining berayotgan signallari g'alati. Xitoy davlat taratqullari o'zaro atrofidagi davlatlarga shundoq deyapti. Trump bilan bo'lgan muzokaralarga o'zingiz xohlaganini qiling. Trump bilan bo'lgan muzokaralarda o'zingiz xohlaganini qiling. Biz sizlarning egilik huquqingizga hurmat bildiramiz. Ammo bu muzokaralar va kelishimlar Xitoy qarshi bo'lgan taqdirda, masalan, Xitoy mollariga bo'lgan boyni o'stirish va tijoratda to'saqlar qo'yish bo'lib qolgan ahvol ostida bu davlatlarni jazolaymiz deb bu nuqtani ochiq oshkor holda o'tirib qo'yadi. Bo'lib Sharqiy Janubiy Osiyodagi ko'plagan davlatlar hozir Amerika bilan Xitoy orasida siqishib qoldi. Mencha bu davlatlar oxirida berib Amerikani tanlaydi deb o'ylayman. Shuning bilan programmam mishad oxirlashdi. Kelar qitimliq programmamda, ya'ni Xitoy qulaydigan az qoldilamliq programmamning 15-qismida ko'rishgacha omon bo'linglar.